Meni bitta podpisчигim bor. Degan bo'lsa onam. O'sha siz aytgan millionlab podpisчиklaringizdan meni onam afzal. Bitta tabassumi milliardlab qo'yilgan layklarda afzal. Canım anam, damarda kanım anam. Wow! Pulim tugadi. Pulim tugadi. Hay pulim tugadi. Pulim tugadi. Bir so'm qolmadi. Chapanga deyman. Eng alamlisi, ismingni birov aytsa qizg'onadigan darajada sevardim. Hozir kim bilan bo'lishingni ham qiziq qolmadi. Poyezd qachon kelar ekan? Afsuski O'zbekiston poyezdlari sekin yuradi-da. Men ketdim, poyezdni chaqirib kelaman. Og'zi bilan gap bir-biriga dinnaxuy deyapti. Bu bola ishtoniga chichganmi yo ishilganmi? To'g'risini ayt, seni kim majburlayapti uka olishga? Ukashga nosdan ko'proq chaqib qo'ydingmi? Svetdan keldik. Gaz pulini bering. Svet pulini bersin. Gazdan keldik. İste'mol qildingizmi? Pulini to'lang, marhamat qilib. Pulni ber. H-E-H-E. It's not it's H-E-H-E. It's not it's Hop, senga savol. Seni eng yaxshi xususiyating nimada? Mening eng yaxshi xususiyatim noto'g'ri savol berishsa, o'sha odam kim bo'lishidan qat'iy nazar yo'q deya olaman. Ha, yo'q deya olaman degin. Shu gapingga javob bera olasanmi? Yo'q. Jim, nima bulbuli? Tushunmadim. Maynavachchilik yig'ishtir hamma. Xo'sh, oilada nechta farzandsizlar? 4 ta o'g'ilmiz. 4 talasi ham o'g'ilmi? Yo'q, katta akam qiz. Voy betarbiya, juda aqlsiz ekansan-ku. Mayli, hech qisi yo'q. O'zim tarbiyalab olaman. Hali meni sovunimga kir yuvmabsan. Ha, senga yana bitta savol bor. Agar bitta xaltada tilla, bitta xaltada aql bo'lsa, qaysi birini tanlagan bo'larding? Albatta tillani olaman-da. Aqlsizliging mana shu yerda yana